Dasturimizni Ichki ishlar vazirligi Jamoat xavfsizligi departamenti tomonidan taqdim etilgan haftaning muhim voqealari tafsiloti bilan davom ettiramiz. Assalomu alaykum. Ichki ishlar organlari xodimlari yurtimizda xavfsizlik va osoyishtalikni ta'minlash yo'lida tunu kun xizmat qilib kelmoqda. Biroq bunday sa'y-harakatlarga qaramay, ayniqsa profilaktik reyd tadbirlari davomida bir qator qoidabuzarliklar uchrab turibdi. Jumladan, ba'zi haydovchilar transport vositalarini noqonuniy ravishda jihozlab, avtomobil va mototsikllar ovozini sun'iy ravishda kuchaytirmoqdalar hamda shahar bo'ylab ortiqcha shovqin qilib, atrofdagilar tinchini buzmoqda. Yo'q, o'zi to'xtab qolmadim. Yo'q, to'xtab qolmadi. Bu ishlab chiqaruvchi korxona tomonidan nazarda tutilmagan bunaqa narsa. Bu nuloviy filtr nima sababdan qo'yiladi, bilasizmi? Nima sababdan qo'yiladi? Yaxshiroq motorli havo. Sal mashinani o'sha tortish kuchi ham sal ko'payadi, havo kirgani hisobiga. To'g'rimi? Zo'riqma shahar. Sizni texpasportingiz orqasida yozib qo'yibdi ot kuchini, shuncha ot kuchidir. Ishlab chiqaruvchi korxona tomonidan nazarda tutilmagan sizni mashinangizni vaqtinchalik saqlash uchun jarimadan qo'yilib turiladi. Ma'muriy javobgar to'g'risida kodeks 125-moddasi 3-qismiga asosan. Toshkent shahri Mirzo Ulug'bek tumani Mahatma Gandi ko'chasida YPX inspektorlari tomonidan xizmat tashkillashtirilib, serina, migalka va qayta jihoz bo'yicha xizmat tashkillashtirilganda, transport vositasi to'xtatib tekshirilganda qo'shimcha ravishda jihoz o'rnatib olganligi aniqlanib, holat bo'yicha YPX inspektori tomonidan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi. Hozirgi paytda vaqtincha saqlash uchun jarima maydoniga joylashtirilmoqda. Bu kabi tadbirlar Toshkent shahri bo'ylab davom ettirilmoqda. Primatok o'rnatilganmi? Yo'q, turistalik-ku. Zavod qiling. Neytralga qo'ydingizmi? Neytralga qo'yib zavod qiling. To'xtang. Ovozini kuchaytirib, primatok o'rnatgansiz. Hech nima qilmaganman. Tegishli ruxsatnomasiz. Tushundim, ovozi baland buni. Zavoddan qanday yemiz, shunday chiqqan. Hech nima hurmat qilmagansiz. Yo'q. Bu turistalik endi ko'pchilik tushunmasa kerak. Originalida baribir nima desam bo'ladi. Turistalik Xitoyga shunaqa chiqarilgan o'zi. Ovozi baland bo'ladi. Ovozi baland bo'lsa ham hamma narsasini qilib qo'yganman. Olasizlar, yoqib ko'rsanglar ham bo'ladi. Direktorlar bo'ladi, hamma narsasini tashladim. Bundan boshqa ortiq bo'lmaydi. Tungi vaqtda mana ovoz kuchaytirgich bilan yuribdilar-da. Bular mana fuqarolarning noroziligiga sabab bo'ldi. Tungi vaqtda o'sha uyqusini, dam olish vaqtini bezovta qilasizlar, dam olish vaqtida. Avvalambor bu uchun uzr so'rayman, boshqa xatarni berishga. Mototsikl transport vositasi to'xtatib tekshirilganda qayta jihoz o'rnatganligi ma'lum bo'ldi. Holat yuzasidan bayonnoma rasmiylashtirib berildi, ya'ni Ma'muriy javobgar to'g'risidagi kodeksning 125-moddasi 3-qismi bilan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, Ma'muriy javobgar to'g'risidagi kodeksning 294-moddasi tanishtirildi. Fuqaroga e'tirozlaringiz bormi YPX inspektoriga? YPX inspektoriga e'tirozlari yo'qligini ma'lum qildi. Hozirgi holat bo'yicha transport vositasi vaqtincha saqlash uchun jarima maydoniga joylashtiriladi. Qayta jihoz deganda qaysi qayta? Qayta jihoz deganda buni glishitelda ovoz kuchaytirish ishlab chiqarilgan korxona tomonidan belgilangan me'yordan o'zgartirilganligi, standartdan o'zgartirilganligi tushuniladi bu holat bo'yicha. Millatimizga xos qadriyatlarimizda oila eng muqaddas maskan sanaladi. Afsuski, ba'zan ana shu muqaddas maskanda ham kutilmagan kelishmovchiliklar yuzaga kelib, oilaviy munosabatlar izdan chiqish holatlari uchrab turadi. Achinarlisi, ba'zi hollarda aka-uka o'rtasidagi ziddiyatlar farzandlar taqdiriga ham salbiy ta'sir ko'rsatib, og'ir janjallarga sabab bo'lmoqda. Shunday vaziyatlardan birida esa holat shunchalik keskinlashib ketdiki, ukaning akasining qizi vaziyatini boshqara olmay 102 raqamiga murojaat qilishga majbur bo'ldi. Qashqadan mana ketyapti, ko'rasizmi? Kim urdi sizni? Qaynim urdi. Menda nima? Sabab nima? Bilmayman, sabab ajratgani chiqqan odamman. Shunda chochimdan oldi Simonga ot bordi. Timga 10 mahal tepdi menga. Ko'rvasiz ahvolim. Menda nima ayib? Menda nima ayib? Ajratgani chiqqan odamman. Hamma yog'im bo'ynim ishlamayapti. Otamni, onamni olib shunda olib kirib ketib ishini xuplab qo'ydim. Uchastkoga kelib, hammaligi kelib, o'sha u yoq tomonni ham, bu yoq tomonni ham ushlab tinchitishdi. Adamga skoriy keldi, adamni skoriy qarashdi, olib ketamiz tikmasa bo'lmaydi borsanglar. Yashnobod tumani Oqdaryo ko'chasiga borildi. Borgan vaqtimizda oilaviy janjal bo'lgan ekan. Ushbu holat yuzasidan janjal ishtirokchilari Yashnobod tumani 3-sonli ishlar bo'limiga olib kelinib, hozirda tergovga qadar tekshirishlar olib borib, holat yuzasidan hujjatlashtirilyapti.
Har kuni yo'l patrul xizmati inspektorlari o'z xizmatlari davomida yo'l harakati qoidalarining buzilishi holatlarining oldini olishga harakat qilib, turli qoidabuzarliklarni aniqlamoqda. Ular orasida eng xavflilaridan biri haydovchilik guvohnomasisiz transport vositasini boshqarish bo'lib, bu barcha yo'l harakati ishtirokchilari uchun jiddiy xavf tug'diradi. Bu gal ham kameramiz reyd vaqtida shunday huquqbuzarlik holatini qayd etdi. Avtomobil rulida haydovchilik guvohnomasiga ega bo'lmagan qizlar bo'lgan. Haydovchilik guvohnomangiz bormi yo'q? Yo'q, aldovozlimanmi? Bormi yo'qmi haydovchilik guvohnomangiz? Bugun Mirzo Ulug'bek tumani Mahatma Gandi ko'chasida xizmat olib borayotgan vaqtimizda Rover elektromobil transport vositasini to'xtatganimizda haydovchi avtotransport vositasini harakatlanib kelayotganligi ma'lum bo'ldi. Haydovchida hali haydovchilik guvohnomasiga ega emas. Demak, umuman olinmaganmi? Yo'q, haydovchilik guvohnomasi umuman olinmagan. Avtotransport vositasini boshqarib kelyapti. Haydovchini to'xtatdik, tekshirdik, yo'q. Haydovchiga nisbatan tegishli tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib, avtoyo'l vaqtincha saqlash uchun jarima maydoniga qo'yiladi. Azizlar, ogoh bo'ling, belgilangan tartib qoidalariga amal qiling. Zero ogohlik zamon talabi. Salomat bo'ling.